أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد hörmətli savaqdaşlar, bugün biz Suratul İnfitar'ını okuyumuz. Suratul İnfitar oxşaşla Mekki sure, ilgirki surlarga oxşaş 19 ayet etrafında. Surega bir köz yugurtib chiqsaq, bu sura ilgirki surlarga o'xshash, o'zining sura makkilik xarakteri ni saqlagan asosda shu qiyomat haqida so'zlaydi. Suraning 5i oldingi sura takviriga o'xshash qiyomat yuz beradigan bir bulik ishlar bilan boshlanib, إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت bilan boshlanib insanın şu günüsteki hal ahvalının qandaq bo'lganligini bizga o'tirib qo'yib, alimat nafsun ma qaddamat va akhirat. Shuni bilan qiyomat masalasi bir askartilib, qiyomat yuz beriladigan qo'rqinchli ahvollar. İnsan xolisun, xolimusun o'zining ilgari qilgan bütün qilmishlarining hammasi oldiga tashlanganligini deb qo'ygandan keyin bizning ma'lum ahvollarimizga, qiyomatga sal qarashlarimizga, Allah'ın istig'fof hisoblashlarimizga, o'zimiz aldab yurishimizga qarata askartish berib davatidi. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi robbikal karim allazi xalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Yani bu bizning bu xil shakldagi qiliqlarimiz amaliyatda mahiyatda kalla bal tukazzibuna bid-din wa inna alaykum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Yani amaliyatda Allah bizning ichki tashqi holatimizning hammani bildiganligi, qilayotgan ishlarimizning oshkor yushrun holatlarining hammani bildiganligimiz, o'y fikrlarimizning hammasini bildiganligimiz. Şuna şekil cihetdə başqa şəkildə kirib, başqa saxta qiyafətlərə kirib, aldaşlarının dünyadakı insanlığa aqqan bilan qiyamətdə aqmaydiganlığı bizni əskartıydı. Və surunun axırındakı məzmun qiyamətdəki adil hökmlə qandaq olduğanlığını bizə dəvət ki, innal abrar lafi na'im və innal fujjar lafi jahim yaslawnaha yawmaddin وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله degan qiyomat kundagi ahvollarni bayon qilib oxirlashdi. Ya'ni o'xshashlar sura qiyomatning masalasi haqida to'xtalyotdi. Qiyomatdagi insonning duch keladigan qo'rqinchliklarni so'zlayotdi. Qiyomatdagi insonning dunyoda qilgan ishlarining hech qaysining aqmaydiganligi, izzat, shon sharaflarining aqmaydiganligi, huquqlarining aqmaydiganligi, dunyodagi hili tadbirlarining aqmaydiganligi, hammasi oldiga tashlanadiganligi, yaxshi bo'lsa yaxshi bo'yicha, nachar bo'lsa nachar bo'yicha mukofotga erishadiganligi, hech kimga shafaat qilmaydiganligi bu sırada oturup qo'yiladi. Yine mesele kıyamet meselesi, akide meselesi. Çünkü bir adamın kallasida kıyamet meselesi aydınlaşkanda, kıyametning çoğun bulunduğanlığı işengende, kıyamet günüse terilip kıgan etkenlerini hesap verdiğanlığı işengende, o insanda dünyadaki yürüş-turuşları da gündelik kişilerle bo'lgan muomalasida, din o'tadigan pozitsiyasida, samimiy sadoqat mamlakatida ajoyib o'zgarishlarni ko'rgan bo'ladi. Chunki u haqiqiy ishongan odam tabiiyki shu ishonchining taqozosi bo'yicha harakat qiladi. Endi avtor bizga Baynayda sura degan tema ostida suraning temalarini o'tirib qo'yadi, anglab boqaylik. Suratul Infitar min as-surul makkiyya وهي تعالج كسابقتها سورة التكوير الانقلاب الكوني الذي يصاحب قيام الساعة. Sura Infitar Mekki surlarning qatoridan bo'lib, bu sura xuddi ilgirisizdagi sura Takvirga o'xshash qiyomatning bo'lishiga hamroh bo'lib, agishib birlikiladigan koinotdagi o'zgarishlarni bir taraf qilyotdi va shu xatarlik kunida yuz beradigan büyük hadiselerni bir taraf qo'yadi. Ondan keyin shu kunistiki abrorlarning ahvolining va fujjarlarning ahvolining tirilish va yig'ilish kunidagi mushini bizga bayon qilishni bir taraf qo'yadi. Bu suraning umumiy jarayoni. Endi suraning o'zining temasiga qarasak, ibtidaat suratul karima bi bayan mashahidil inqilob allazi yahdusu fil kawn. Ya'ni sura karima koinotda yuz beradigan o'zgarish ko'rinishlarini
Asmannınki yerilişi, yulduzlarınınki tökülüp ketişleri, dengizlarning teshib chiqib ketişleri, qabrlarninki ostun üstün bulup, hammasının kolab chiqirilishi va shuningga ergishib qiladigan ama yaqibu zalik degan shuningga ergishib qiladigan hisob jazo qatorliq ko'rinishlarni bayon qilishdan boshlandi. Bu mazmunlar idhas samaa'u fatarat وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت degan ayetlardan başlandı. Bu ayetteki suredeki birinci tema. İkinci tema ثم تحدثت عن جهود الإنسان وكفرانه لنعم ربه. Bu sure insanınki özünün Rabbinin nimetlerine bo'lgan inkarçılığı, tenişleri hakkında sözleydi. İnsan Allah Celle ve Ala tarafından mol nimetlerini tapşırıp elivatıdıyor. Velakinnehu la ya'rifu lin ni'meti haqqaha. Lekin o nimetinin hakkını bilmeydi. Ve la ya'rifu li rabbihi qadra. Rabbinin kadrini bilmeydi. Ve la yashkuru alal fadl ve ni'ma vel kerama. Allah bergen fazl merhamet, nimet, izzet, hürmetki qarata şükür etmeydi. Mana bu insanın teniş karakteri, inkar qilish karakteri. Bu mezmunla bu suredeki ya eyyuhel insanu ma gharraka bi rabbikel kerim ellezî halakaka fesevvâke fe'adalek fi ayyi suratin ma şâ'a rakkabek degan ayetlerde bayan kılındı. Thumma zekarat illete hâzel cuhud vel inkar. Ondan keyin bu sure bu inkarının, bu tenişinin illetini tilga aldı ve şunu izahladı ki Allah subhanahu ve taala her insanga şunun amellerini hatırlap bağıdığan malaikelerini vekkele, yani tevkil kıldı onunla. Şununla ilgi kıldı. Şunun tapşırdı şununla. Ve onun işbaliyelerinin hemmisini takip kıldığan, hemmisini iz qoğlap durduğan, hemmisini gözlük durduğan malaikelerini insanga belgiledi. Muşunu bir sözle vardı bu süre. Bu ayetle kella bel tukezzibune biddin ve inne aleykum lehafizin kiramen katibin ya'lemune ma tef'alun degan mazmunlarda oturup qo'yiladi. Ve zekarat sura inqisamun nas fil ahira ila qismayn. Yani bu sura kishilarning oxiratda ikki qism bilinganligini tilga olyapti. Birisi abrar, yani birisi fujjar. Ve yani bu sura ikki firqaning har birininki oqibatini bayon qilyapti. Innal abrara la fi na'im ve innal fujjara la fi jahim yaslawnaha yawmiddin. Şunu olan وختمت السورة الكريمة أو ختمت السورة الكريمة yani sure kerime kıyamet günüsünün dahamet büyüklüğü, hacminin zorluğu ve hulihi yani korkuncusununki büyüklüğünü tesvirlep ahırlaştı. Ve havlihi ve kişilerinki şu günüste ne hiç kandak mudafiya kılış ne bir işlerini kılış gücüdün hali olduğu tecerrudun nüfus digini kişilerinin hemmisinin hali olduğu ve Allah subhanahu ve ta'ala'nınki teferrudillahi celle ve ala bil hukm ve sultan hüküm ve hukukta Allah'ın yalnız olduğu bilen muşun tesvirleş bilen ahırlaşıp bu mezmunlarını tüendik ayetleri bayan kıldı ki ve ma edrake ma yevmuddin thumme ma edrake ma yevmuddin يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلّٰهِ. Ma ayetlerde şu mezmunla oturup koyuldu. Ama tefsirine başlaştığın ilgili biz tefsirde kelgen yat sözlüklerini bir dövüteyle sözünün başından infatarada bir sözlük kelgen inşakkat yerilsa degen manada. Asli fatr degen yeriliş Feteren nabul ba'ir deb qo'ydi. Tuglarninki tishi yerilib ketdi degandek ma'nolarda keladi. Intatharat yani. Ve idal kawakibun tatharat. Yani tushib ketsa, tahavam tushib ketgan, tasaqatam tushib ketgan ma'noda, yani teshib ketsa degan ma'noda bo'ladi. Bu'athirat qulibat yani hammasi osti ustun bo'lib ketilsa, yani osti ustun qilinsa, deyiladi odatda Bu'athiratul mata deb qo'ydi yoki ba'tharatul mata deb qo'ydi. Savuni ostini zahran li batn degan ustini ostdan qilib o'risang shu vaqtda ba'tharatul mata bo'ladi. Gharraka degani xada'akasini oldi degan ma'noda. Savvakasini barobar qildi. Yana bir jihatdan tushunsak, hamma narsani silni tal qildi degan ma'noda. Ya'ni seni a'zolaringni sog'lom, saviya degani tal munda.
qo'llaring joyida ishlaydi, putlaring joyida, ko'zing joyida, quloqing joyida, og'zing joyida, burning joyida, hammasi tal degan ma'noda. Yaslawnaha yadkhulunaha degan ma'noda inson kirsa uning yalquni, qiziqligini qanaqa tetiysa, ko'rsa degan ma'noda. Tafsirga kelsak, idza samaa'u fatarat, ya'ni osmon Allohning buyrug'i bilan malaikalarning tushishini yerilgan vaqtida. Yine bir oyatda Alloh subhanahu va taoloning so'zida kelgan bu mazmun va yawma tashaqqaqu as-samaa'u bil ghamami va nuzzila al malaikatu tanzila degan oyatda bu mishada osmonning yeriladiganligi tilg'ilingan. Va idal kawakibun tatarat, ya'ni yulduzlar hammasi tushib chechib ketsa, o'z yo'llaridan, o'rinlaridan qanaqasi chiqardi. Zalat degani yo'qolsa. Va idal biharu fujirat, yani dengizlar ba'zi etilsa degan dengizlar tishib chiqib ketsa, uning tatligi, tuzligi bilan aralashib ketsa, butun dengizlar bir-birisi bilan bir dengizga aylanib ketsa, va idal quburu bu'thirat, qabrlarning hammasi osti-ustin qilib qanaqilsa ustiga chiqarilsa, ya'ni qulibat va qabrlar ichidagi mavtala nubisha hammasi qizib ustiga chiqarilinsa va qabrning osti tarafidagi narsalar ala vajhiha üst tarafda zahir bo'lib qolsa, ustiga chiqsa, hammasi ko'rinib chiqsa, shu vaqtda, ya'ni qiyomat bo'lgan vaqtida alimat nafsun ma qaddamat va akharat. Mana bu javob hisoblanadi. Ya'ni shu kunizda barliq kishilar kullu nafs alimat nafsundagi nafs, kullu nafs har kishi ma asfalat min khayrin aw sharrin, yani o'zi ilgari qilgan yaxshi yomonliklarning hammini va yaxshi ishlar, eski ishlarning hammini ilgari qilgan, maqaddama degani burun qilgan ishlarning hammini biladi. Tabarida aytadi, maqaddama degani burun qilgan yaxshi ish, akhirat degani va ma akhirat min shay'in sannahu, ya'ni qoldirib qo'ygan, yo'l qo'yib qo'ygan, dunyodan ketgandan keyin bu qoldirib qo'ygan yomon ishni haq qilgan yoki yaxshi ishni haq qilgan. Qanday bo'lsa, akhiratni. Va dastlabki tafsirda qaddamat va akhiratni yaxshi, yomon ish deyildi. Va keyingi nimaning tafsirida, Tabarining tafsirida qaddamat degani o'zi dunyodagi vaqtida qilib qo'ygan ishlar, akhirat degani yaxshi ishni birini qilib qo'yib, haq undan keyin uni qana qilgan, to'g'rab qilgan. Ya eski ishni birini qilib qo'yib, haq uni to'g'rab qilgan. Yani hayotidan keyin yozilgan yaxshi yomonliklar deb tafsir qilgan bo'ldi. Ondan keyin mana deb bo'lgandan keyin oxiratning ahvollarini tilga oldi, qo'rqinchlikni tilga oldi. Yani tilga bo'lgandan keyin ثم بعد ذكر أحوال الآخرة وأحوالها آخرتنا أحوال تلقى بوغان لكن قرقنش تقدر تلقى بوغان لكن آية كريمة غافل جاهل إنسانға özünün aldıdaki قرقنش وقطقلقlarını asıl tişkiyet geldi. Dedi ki ya eyyuhal insanu ma garrake bi rabbikel kerim. Ey insan, Rabbin bilen seni kim aldı dedi. Nima aldı dediğini, yani Halim, Kerim boğan Rabbin bilen nimisini aldı dedi. Kim Rabbinin gafurluqasını aldı dedi. Kim Rabbinin halimlikisini aldı dedi. Kim sen qanchalik gunoh qilsang Allah seni kechiradi deganga ishondirdi seni. Neticede sen onun asilik kıldın, buyruğuna karşılık kılışına cüret kıldın sen. Halbuki Allah sana nurgun ihsanlarını kılıp, sana mehir şefkat kılıp durup sen şunda kıldın dep ayette insanı eskerdi. Mana bu bir kayiş, tevbih mi kayiş, itap mı nemo kayiş. Xuddi Allah degendek ki sen Rabbinin az ihsanını kandak mı asilik bilen karşıladın. Yani Allah İhsan kılsa sen onun karşısında onun asilik kıldın, bu kanda mesele bu. Onun sana olan mehir şefkatini onunla karşı çıkış hedinin eşilen kanda karşıladın sen. Yani onun karşılığı da onunla şükür etiş emez, belki şükür etişinin orunda karşı çıkış. Bu neymiş bu? Hel cedâul ihsan illel ihsan. Bunda emez mi yani? Yaxşılıkның karşısı, neticesi, yaki onunla bırakıldığın mükafat yaxşılık emez mi etti? Deb Allah'ın insana bergen nimetlerini sanab gelip "Ellezî halakake fesevvâk", yani Allah seni yoktun peyda kıldı. Anlayan seni azaları sağlam, anlaydıgan, düşüneleydigan, körüdigan sağlam kıldı seni. Fe'adalek, yani seni kaddi qameti tüp-tüz kıldı. Yani tüp-tüz, muntasip degeni tüp-tüz, kaddi qameti normal tüz. Fi ahsanil hayat vel eşkal, güzel şekilde, güzel görünüşte kıldı. Fi ayyi suratin ma şa'a rakkabek, yani özü xalığan surette, özü sana tanlagan güzel, acayip surette seni rekkebek, yani müşahadeti keltirdi, kuraştırır diyen ma'noda hamda bu yerda insonni shu yaratdi.
Yani seni hayvanlığa o'xshash shaklda yaratib qo'ymadi, quloqliq yoki putliq degandek go'zal shaklda yaratdi. Dunyodagi butun jonliqlarimizdagi eng go'zal shaklda seni yaratdi. Yine bir oyatda laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim deb buni asl dedi Alloh. Andakin mushriklarga qiyomat kunida inkor qilganga koyib deyotdi. Kalla bal tukazzibuna bid-din. Yani sizlar dinni inkor qilyapsizlar. Ey ahli Makka. Sizlar to'xtanglar. Qo'yinglar bunday gaplarni. Davaringlarni tashlanglar. Balki sizlar va la taqdir Allohning halimligiga sizlar aldanmanglar. Amaliyotda sizlar hisob kun, jazo kunisini inkor qilyapsizlar. Sizlarning qilmishinglar to'g'ri deb har xil banolarni qilyapsizlar. Har xil sabablarni ko'rsatyapsizlar. Amaliyotda tegizini aytgan vaqtda sizlar inkor qilyapsizlar. Inna alaykum lahafizin. Hargiz buni qiyomat kunisi dunyoda da'vo qilganingizda isbotlayolmaysizlar. Chunki ustunlarda sizlarni muhofazat qiladigan, sizlarning har bir ishinglarni yozib turadigan malaikalar lahafizin. Yani halbuki sizlarning ustunlarda amallaringlarning hammani xotirlab, ishlaringlarni kuzatib turadigan hafaza malaikalar bor sizlarning. Imom Qurtubiy deyotdi, sizlarda malaikalarning kuzatchilar bor deb tafsir qilyotdi. Kiroman katibin, Allohning nazarida hurmatli sizlarningki söz ve işlerini yazıp turadigan malaikalar var. Ya'lamuna ma taf'alun. Ular sizdan sodir bo'lgan bütün yaxshilik yomonliklarning hammani bilib turadi. U yaxshilik yomonliklarni amal sahifalarini xotirlab turadi. Nima ishqa litujazu bihi yawmal qiyamah. Qiyomat kuni shuning bilan jazo mukofotlarning aniq berilishi uchun. Ondan Allah subhanahu va taolo Qiyomat kuni esa xalqlarning yaxshi yomonlardan ikkiga ayrilganligini tilg'ilib va ikki firqadan har birisining oqibatini tilg'ilib deyotdi. Innal abrar lafi na'im. Ina mu'minlar Robbidan dunyoda qo'rqqan mu'minlar tasvirligisiz xushallik va arom baxshida bo'ladi. Lafi bahja va surur. Bular jannatning bog'chilarida ko'z ko'rmagan, quloq anglamagan, insonning qalbidan kechmagan ne'matlar bilan yatana'amun. Huzurlanadi bular. Nimet birlidi bular cennette mengu qoladi. Ammo qarshisi-chi va innal fujjar la fi jahim. Yani fujjarlar jahimda bo'ladi-ki, kofirlar fujjarlar. Dunyoda Robbiga asi yo'g'an Mavla ko'ydirguchi o'tda bo'ladi va jahim yurtida mengu muqim turadigan azobda bo'ladi. Ular bu do'zax qiyomatga kiradi. Yadkhulunaha shunama va ular inkor qilgan ashu jazo kunisining qiziqligini, jazo kunisida u do'zaxning qiziqligini tetiydi va mahum anha biqaybin. Bular bundan boshqa yoqqa ketolmaydi. Ya'ni bular jahannamdan yo'qib ketolmaydi, undan yeri ketolmaydi. Kömeydiğe yer ketenmeydi. Belki ularning oldida bo'ladi bu do'zax. Ular kirdi, qiziqligini tetiydi, undan mengu chiqmaydi. Va ma adraka ma yawmuddin. Sen o qiyomat kunisini ko'rib bakmasan, nima bilasan, bilmaysiz tabi. Uni har xil tasavvur qilib bakma, har xil o'ylama, manda tut dema, uni bilmaysan. Bu qiyomat masalasini ta'zim, buyuklash va uyg'unutish, ya'ni qiyomat kuni nima ekanligini nima bildirdi sana? Ayu şey, yani onun qattiqligi, qo'rqinchda nima ekanligini, ayu şey, qanday narsa ekanligini nima bilsan, bilmaysiz tabi. Va ma adrak, summa ma adraka ma yawmuddin. Andikin buni qayta takrorladi, ta'ziman nishan taxmo buning ahvolini uyg'unutish masalasini buyutish uchun. Yani bir ayette aytakiliqliqu al-haqqa mal-haqqa va ma adraka mal-haqqa. Yani bir ayetlarda al-qariyatu mal-qariya va ma adraka mal-qariya degandek. Xuddi Alloh degandekki, qiyomat kunisi uning qattiqligidan hech kishi uning qo'rqinchi buyukligining darajasini bilolmaydi. Bu tasvir va bayonning ustidagi sir bir ish. Buni tasvirlayolmaydi buni. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a. Bu qo'rqinchli kunda hech kishi birovlarga şeylerden hech qanday bir şeyler manfaat bermaydigan bu qo'rqinchli kun. Bu shunda qo'rqinchli kun bu. Va zalikal yawm. Va hech kishi hech qanday birovlardan zararini dafi qilmaydigan qo'rqinchli kun bu. Vel emru yawma idhil lillah. Yani aşu kunistiki bütün işler, bütün hukuk, bütün buyuruş hammasi lillahi vahda. Yalnız Allah çünkü la yunazi'uhu fihi ahad. Bu haqda hech kishi Alloh bilan da'talash qilisholmaydi. Shuning bilan sura Infitorninki tafsiri oxirlashdi va oxiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.